Odamlar nimani xohlasa, o'shani olib beraman. Faqat boshqa shaklda. Xohlagan narsangizni olib beraman. Coca-Cola ichkim. Coca-Cola necha litr? 1,5 litr. 1,5 mi? Tak. 1,5. Qancha edi? Rahmat. Ma, sendan keyingi odamga nima olib bering? Gorilla bering. Gorilla. Tipa stikka yopishsin. Iye, rostda. Sizga gorilla, sizdan oldingi odam gorilla berishimni sizga aytib qo'ydi va sizdan keyingi odamga nima olib bering? Tarvuz olib beringmi? Qo'zivoy tarvuzdan olamiz. Bu odam og'ir. Necha kilo bu? 15-20 kilo. Evet, bu bolani kichkina bolaga beramiz-da, что. Evet, bu bola kichkina. Ko'tarishga og'ir bo'ladi. Bu kabikka obuna bosganmisiz? Ha, sizlar ham bosib qo'yinglar. Buka.bek. Sendan keyingi odamga nima bering? Chips. Bu qizga chips bergandim, chipsni ichida rosa so'kdi. Buni yuz mimikalardan ko'rib olishingiz mumkin. Endi hammasi yaxshi ketyapti-da, mana bu qiz keyingi odamga pampers berishimni so'rab qoldi. Lekin qanday berasiz odamlarga? Qanday beraman hozir odamlarga? Nima bu? Sizdan oldingi odam sizga shuni berishimni aytishdi, sizdan keyingi odamga nima bering? O'ylayapman-da, kimga qolyapti hozir. So'ska. Shu videoga 10 mingta like bo'lsa, keyingi videoni so'ska bilan boshlayman. Kommentariyaga do'stingizni atmetga qilib, unga nima olib berishim mumkinligini yozib keting.